Nima uchun O'zbekiston ketma-ket 3-yil Garvarddan 100% grant yutyapti? $360,000 bizni o'zbek farzandlarini o'qishi, yeb ichish, yashash xarajatlari, yotoqxonalari, kitoblari, hattoki stipendiyasigacha bor. Garvard to'liq $360,000 4 yil to'lab beradi. Shu bilim bilan olyapti biz. Shu bilim bilan olyapti. Hayron qoldim. Nima uchun va qanday tanlab oladi degan narsaga men buni xalqimiz bilishi kerak, buni odamlar bilishi kerak. Nimaga u bunaqa taktika tanlaganlar? Qiziq joyi. Ular men hayron qoldim. Siz hujjat topshirayotgan iqtidorli bolani bilimiga qarab emas, sizdan oldin o'qigan o'zbekning xulq-atvoriga qarab grant berishar ekan. Men eshitib qoyil qoldim. Ha, demak o'sha ketma-ketlikda mana shu joyi bor. Albatta, qarang qanday siyosat o'ylashgan. Ular aytganki, biz bir o'zbek farzandiga grant bersakda, lekin u kelib o'qimasa, a'lochi bo'lib, Garvardda o'zini eng zo'r yutuqlarini ko'rsatmasa, keyingi yil O'zbekistonga grant bermaymiz. Demak, undan o'zi ham manfaatdor ekanligini ko'rsatyapti. Qanday uzoqni o'ylagan taktika. Ya'ni bular aytmoqchiki, siz O'zbekistonni butun dunyoga Garvardda namoyon qilyapsiz. Sizni Garvardga 100% grantga kirganingiz bu 4 yil ichida siz eng zo'r talaba bo'lasiz degani emas. Har yili natijangizga qarab, sizni davlatingizga biz grant beramiz. Bu yerdagi talabalar, u yerdagi talabalarning yaxshi o'qishini talab qiladi.